aylanish, yurishni tavsiya qilamiz. Bu narsa o'pkani shu kungacha yig'ilib qolgan chang zarrachalardan tozalashga yordam beradi. O'z qo'llarimiz bilan farzandimizni organizmini zaharlayotganimizda, uni organizmini qo'pol qilib aytganda musor qutiga aylantirayotganimizni bilmaymiz. Yo'talda noto'g'ri ishlatilgan dori bilan ota-onalar farzandini o'zlari ahvolini og'irlashtirib qo'yishyapti. Siz bergan Ambraxol bolani holatini og'irlashtiryapti. O'shani bermaganingiz yaxshi edi. Bizda ana kokteyl isitmalab keldi yo yo'talib keldi, moda-ku, ichiga hamma narsani solamizda, bolaga yig'latib kapelitsa qilamiz. Vitamin C ni tezroq yaxshi bo'lsin deb 2-3 talab solib yuboramiz. Oldingi videoda bolalar orasida yo'tal ko'payayotganlik sabablarini ko'rib chiqqan edik. Bugun esa sizlar bilan uning yechimi, oldini olish hamda ayrim dori vositalarining yo'talda ta'sirlari bo'yicha gaplashamiz. Assalomu alaykum. Siz bilan yana pediatr Guli Normayeva. Xo'p, endi birinchi sabab qilib biz havoning ifloslanishi haqida gaplashgan edik. Xo'p, biz havoni filtrlay olmaymiz, lekin uni o'ziga yarasha yechimlarini qilishimiz mumkin. Masalan, tavsiya beraman, hovlida yashaydigan oilalarda yashil o'simliklarni hovlida maksimal ko'paytirish. Ko'p qavatli uylarda esa xonalarda yashil o'simliklarni maksimal ko'paytirish. Yana tavsiya berardimki, imkon qadar har bir xonadonda havoni tozalab, namlab beradigan apparatlarni ishlatishni yo'lga qo'yadigan zamonga yetib keldik. Undan tashqari imkon qadar yashil o'simliklar ko'p joylarga sayohat qilish, dam olish kunlari o'sha joylarda aylanish, yurishni tavsiya qilamiz. Bu narsa o'pkani shu kungacha yig'ilib qolgan chang zarrachalardan tozalashga yordam beradi. Shu sababdan biz obstruktiv bronxitdan, uzoq vaqt allergik kasalliklardan qiynalayotgan insonlarni zominga jo'natamiz, bir oylik sayohatlarga jo'natamiz, sanatoriyalarga jo'natamiz. Buning hammasi nafas yo'llarini tozalash maqsadida amalga oshiriladi. Endi ikkinchi sabab qilib virusli infeksiyalarni ko'payayotganligini, bolalarning jamoatlashganligini aytgan edik. Biz onalarimizdan imkon qadar iltimos qilardikki, hech bo'lmaganda farzand 1 yosh bo'lgunga qadar jamoaga aralashuvini kamaytirishni. Bola juda nozik, uni kattalarga nisbatan immuniteti 10 baravar sust bo'ladi. Yoshligida ko'p infeksiyaga chalingan bola bu butun umr immun sistemasida muammolar yuzaga kelishi mumkin. Shu sababdan bolangizni hech bo'lmaganda 1 yoshgacha imkon qadar jamoa joylariga olib bormang. Bu ikkinchi yechim deya olamiz. Ovqatlanish menimcha hamma nutritsiyologiya bo'yicha yetarlicha bilimga ega bo'lib kelyapti. Bolalarni to'g'ri ovqatlantiring. Mana o'zimning ham farzandlarim bor, bog'chaga boradigan bo'lsak, bog'chani darvozasida juda ko'pchilik ota-onalarining qo'lida kimyoviy o'sha narsalar, soqcha, chupis, shikolatcha, o'shalar bilan bolalarini kutib olishadi. O'z qo'llarimiz bilan farzandimizni organizmini zaharlayotganimizda, uni organizmini qo'pol qilib aytganda musor qutiga aylantirayotganimizni bilmaymiz. Demak, kimyoviy moddalardan, upakovka qilingan, ko'p saqlanishga mo'ljallangan moddalardan bolangizni himoya qiling. Keyin shu o'rinda aytib o'tishim kerak, dori moddalarini noto'g'ri qo'llayapti ko'pchilik. Ayrim hozir quyida aytadiganlarim balki kimnidir hayratga ham solishi mumkin. Bolalar salomatligi bo'yicha yanada qiziqarli ma'lumotlarni har kun olishni xohlasangiz, pastdagi havola orqali Telegram kanalimizga o'tishingiz mumkin. U yerda har kun farzand salomatligi bo'yicha qiziqarli